إن شاء الله أجل حق موسى. هذا قبر فاتح مصر سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه ديابت. ما شاء الله من أبو قبر عمرو بن العاص رضي الله عنه القبر دي ديابت. هو بيردم مستهيد çıktı هذا ديابت. الله أكبر رضي الله عنهم الله رضي الله. صح هنا عمرو بن العاص رضي الله عنه. تعيده ما شاء الله. عمر رضي الله عنه ما شاء الله. ما متر بين عن عقبة بن عمر رضي الله عنه من ذلك. قلت يا رسول الله ما نجاته كم نجت قال كم نجت قال امسك عليك لسانك بيتك وابكي على حتى يهديك. ما شاء الله المدي أنا مرة جدا قال امسك عليك لسانك تلين تلينتي xatolaring uchun nadomat qilishliging xatolaring uchun nadomat qilishliging va biki ala xatoya yig'lashliging xatolaring ustida yig'lashliging. Mashalloh. Uqba ibn Amir roziyallohu anhu maqbaralari. Alloh rozi bo'lsin u kishilardan roziyallohu anhu. Bu safar bahona mana sahobalardan Amr ibn Osni, Uqba ibn Amir roziyallohu anhularni ziyorat qilishga nasib qildi. Baqiyada 10 minglab sahobalarni ziyorat qildik. Jannatul Muallada bir nechta sahobalari ziyorat qilgan bo'ldik. Mashalloh, yana Misrda, Qohirada bu kishilarni ziyorat qilishni nasib qildi. Bu yer masjid ekan, mashalloh. Mashalloh, tabarakalloh. Uqba ibn Amir roziyallohu anhu maqbaralar. عقبة ابن عامر رضي الله عنه. عقبة بن آمير اللهم صل وسلم وبارك على ابن عباس ابن مالك رضي الله عنه. صحابة رسول الله صحابة حاضر وشن hadislerden rivayet qilgan hadislarni o'qigan bo'ldik. Alloh rozi bo'lsin bu kishilardan. Hozir birodarlarimizdan bir ajib ma'lumot esimizga kelib ketdi. Uqba ibn Amir roziyallohu anhu mana bu yerda tarjima hollarida qori faqih deyilgan va shoir bo'lgan ekan. Bu yerda mana she'rlari ham bor ekan. Burekati ya Misri bil fathil manshud. Misrga baraka fath hisobli keldi va hululi ashabin nabiy mahbub. Rasulullohning ashablarining qadam yetishi bilan mahbub bo'ldi deb aytayapti. Yana endi bir ajib bir nima. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonida Uqba ibn Amir roziyallohu anhu tunda Qur'oni Karimni tilovat qilib turganlarida otlari bezovta bo'lishni boshlaydi. Shunda o'sha ot atrofida o'g'illari Uqba ibn Amirda Yahyo o'g'illari yotgan bo'ladi. Qancha Qur'on o'qigan sari ot bezovta bo'laveradi. Shunda Uqba ibn Amir radhiyallohu anhu otni bolasini bosib yuborishlikdan yo bir halal qilib qo'yishlikdan cho'chib ketib Qur'on o'qishlarini to'xtatadi. Ertasi kuni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oldilariga borib bo'lgan voqealarni aytganda va yoki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ey Uqba kecha tunda nima bo'ldi deganda yo Rasululloh shunaqa Qur'on o'qiyotgandim, shunaqa otim bezovtalanishni boshladi. Keyin osmonda sharpalarni ko'rdim. Shuni qo'rqib ketib, qancha o'qigan sarim sharpalar ko'payishdi va otim bezovtalanishni boshlagandan farzandimga bir narsa qilib qo'ymasin deb qo'rqib ketgandim, Qur'on o'qishni to'xtatdim deydi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ey Uqba o'qiyormaysanmi? Farishtalar seni Qur'oningni tinglagani tushgan edi. Hattoki sen o'qigan saring ular ko'payardi va ularni ko'rishing ham mumkin edi degan mazmunda shunaqa bir hadis kelgan. Mashalloh, tabarakalloh. Shu sahoba bo'ladi, o'sha sahoba jalil radhiyallohu anhum.